Savol shundan bo'ldiki, nega psixologiya shunchalik rivojlanib ketdiki va unga ayollar ko'p bo'ldi, ayollar boradi psixologiyaga, nega erkak bormayapti degan savolga shunaqangi javob berdingiz. Bizani ko'rayotgan YouTube kanaldagi va yoshlarimizni eshitishini xohladim. O'zi savolni o'zi yaxshi savol edi-da. Savol juda ham yaxshi savol edi. Hozir javobini aytsam, ko'p o'zi mana Instagramga ham shunaqa keladi. Nimaga siz faqat ayollarning o'rnini yonini olmaysiz? Faqat ayollarga o'zing aybdorsan deysizda, erkaklarning yonini olasiz. Nimaga shunaqa? Qani haqiqat, qani adolat deyishadi-ku, lekin asl haqiqatni bir tan olishimiz kerak. O'zim ham ayolman, ayol fitratda yaratilganman va qanchalik qalbimizda noshukrchilik borligini juda ham yaxshi bilaman. Ya'ni ayollar, mana o'sha savolingizga javob, nima uchun erkaklar, qizlar sizlarda ham e'tibor qilinglar, qaysi erkak yoki yigitni ko'rgansizlar baxtli bo'lish kursida o'qiyotganini? Bormi? Bironta erkak yigit baxtli bo'lish kursi, ruhiyatni ko'tarish kursida hech qachon o'qimagan. Ular faqat pul kursi, biznes kursida o'qishi mumkin, lekin boshqasida o'qimaydi. Hamma kursda faqat baxtli bo'lish kursida kim o'qiydi? Ayollar, qizlar o'qiydi. Nimaga? Hattoki shuna ayollar bor, puli bor, uyi bor, joyi bor, oilasi bor, bolalar bor, hammasi zo'r. Yana ham yaxshi bo'lish uchun o'qiydi. Bunda masalaga bunday tomondan qarasangiz zo'r, rivojlanmoqchi, o'smoqchi deymiz. Lekin ikkinchi tubiga, asl haqiqatga, asliyatga kiradigan bo'lsangiz, uni tubida nima yotadi? Noshukrlik yotadi. Chunki ayollar shu holatga shukrli emas. Erkaklar shu boricha endi ular jayda, ular boricha qabul qiladi. Shu ayolim endi peshinimga tushgani shu ekan, endi nima qilay? Bo'ldi, shunga yashayman. Haligi davonlar chiroyli ma'ruzalar chiqib qoladi. Men ham sekin turmush o'rtog'imga yuborib qo'yaman. O'rtoqlar, erkaklar, ayollar fitrati shunaqa, ular ko'p gapiradi. Ular ba'zan tez jazavaga tushadi. Ko'p gapirgani indamay eshitib beringlar. Sizlardan talab qiladigani shu. Haligi sahobalar davrida ham bo'lgan-ku, bir sahoba o'zini ayoli juda ham jazavaga tushib, g'azabga tushib, alamga tushib, juda ham turmush o'rtog'i bilan qattiq janjal qilganda haligi erkak ayoldan shikoyat qilish uchun Umar roziyallohu anhuning uylariga qarab yo'llanadi-da, borib uylariga endi taqlatmoqchi bo'lganda uyni tuyniga ozgina eshik ochiq turgan bo'ladi. O'sha yerda ovoz eshitiladiki, ichkarida haligi ularning ayollari baland ovozda baqirib gapirayotgan bo'ladi. Men o'zim shikoyat qilib keldim, bu yerda ahvol undan og'ir-ku deb sekin haligi erkak orqaga qaytib ketayotganda Umar roziyallohu anhu chiqib qolib, "Sen nimaga kelding? Qayerga qarab ketyapsan?" desa, "Men shu o'zim to'g'risini aytsam, shikoyat qilib keluvdim. Lekin qarasam ahvol sal chatoqroq." Desa keyin, biz bir erkak bo'lib o'sha ayolimizni boriga qanoat qilmasak, bizni deylik o'sha haromdan saqlaydi, kiyimlarimiz yuvadi, bizga zurriyot dunyoga keltiradi, qornimizni to'ydiradi, uyimizni nima qiladi, o'sha himoyachi uyda o'tiradi. Shuncha narsa vazifani bajarayotgan ayolni birgina javrashini deb qo'pol qilib aytganda ko'tara olmasak, eshita olmasak, biz qanaqa erkakmiz? Rus tilida aytganda solidarностьni qarang. Shuning uchun bu erkaklar shu ayolni shu boricha qabul qilish nisbatan erkaklarda kuchliroq. Erkaklarda shukr kuchliroq. Shu narsani to'g'ri qabul qilib, real qarab ketish kuchli, lekin ayollar baribir noshukur. Bu narsa qanchalik achchiq bo'lmasin, bu haqiqat. Ayollarni tub-tubida noshukurlik juda ham kuchli va ayni mana shu holat juda ko'p ayollarni psixologiyaga olib keladi. Javob